Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Azizlarim, siz Rohila Universal kanaliga xush kelibsiz. Azizlarim, bugun sizlar bilan mazali bo'lgan, juda ham og'zimizda eriydigan mazali go'shtli hamda kartoshkali pirog tayyorlaymiz. Buning uchun mana shu mahsulotlar ketadi. Demak, un, farsh, piyoz, kartoshka, shedera leta margarini, tuz ozroqgina, qaymoq bir piyola. Mana shu masalliqlar ketadi. Demak, ishimizni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim deb. Demak, bir piyola qaymog'imizga bir choy qoshiqda chayni soda solamiz. Demak, ya'ni iste'mol sodasini solib, aralashtirib qo'yamiz. Demak, bir chekkaga qo'yamizda, qolgan ishimizni boshladik unda. Ko'rib turganlaringizdek, bir idishimizga unlarimiz albatta elangan 3,5 stakan oliy navli unni soldik. Mana ko'rib turganlaringizdek, bir choy qoshiqda tuz ham soldik. Ana endi shedera leta margarinni ham solib yubordik azizlarim. Demak, uy haroratida erib turibdi. Demak, uni ham solib urvo holatiga keltiramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek. Demak, bir piyola qaymog'imizni ham solyapmiz. Ana endi mana ko'rib turganlaringizdek, asta-sekinlik bilan aralashtiramiz. Demak, birinchi qoshiqda aralashtiramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, ana endi qo'limizda yumshoqqina mayin xamirga aylantirib olamiz. Mana xamirlarimiz ham tayyor, mayingina yumshoqqina xamirimiz tayyor. Ana endi selofan paketga solib muzlatishga jo'natib qo'yamiz 30 daqiqaga. Ana endi azizlarim nachinkasini tayyorlaymiz. Demak, bismillahirrohmanirrohim deb nachinkani boshladik. Unda ko'rib turganlaringizdek piyozlarimizni mayda-mayda qilib to'g'rab oldik. Men har doim ana shunday holatda to'g'rab olaman. Ana endi azizlarim kartoshkani ham mana shunday holatda mayda-mayda qilib to'g'rab olaman. Albatta tavsiya qilib qolaman sizlarga kartoshkali go'shtli pirogni albatta tayyorlab ko'ring. Uyimizdagilarga albatta yoqadi. Demak, mana ko'rib turganlaringizdek, demak, piyozimiz, maydalangan piyozni soldik idishimizga. Demak, qiymamizni 200 gram qiymani ham solib yaxshilab aralashtiryapmiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday g'ijimlab aralashtiramiz. Ana endi kartoshkamizni solib yubordik. Mana ko'rib turganlaringizdek. Ana endi azizlarim, demak, har xil yaxshilab aralashtiramiz. Demak, har xil ziravorlar solishingiz, o sizning xohishingiz bo'lishi mumkin. Ichiga o'simlik yog' ham soldim. 2 osh qoshiqda. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda bo'ladi. Uni ham yaxshilab aralashtiramiz. Mana ko'rib turibsizlar, xamirimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Demak, 30 daqiqaga qo'ygan edik azizlarim. Mana xamirlarimizni demak 2 qismga bo'lamiz, lekin bir qismi kattaroq, bir qismi kichikroq bo'ladi azizlarim. Demak, birinchi kattaroq qismini yoyib olamiz. Demak, duxovkamizning listiga to'g'ri kelishi kerak. Mana shunday holatda mana ko'rib turganlaringizdek, ana shunday yoyib oldim. Mana listga yoyib olaman. Mana ko'rib turganlaringizdek. Xamirimizni azizlarim ziyoda joylarini pichoq yordamida kesib tashlayman. Mana shunday. Demak, mana shunday holatda bo'ladi. Uni ham keyingi yopadigan xamirimizga qo'shib yuborsak bo'ladi. Xamirimizni navut qilishimiz aslo mumkin emas. Demak, ana shunday qilib tayyorlaymiz. Mana ko'rib turganlaringizdek nachinkalarni solyapman. Mana azizlarim, mana ko'rib turganlaringizdek nachinkalarni soldim. Albatta duxovkamiz 180 gradusga qizib turibdi. Ana endi ustiga yopadigan pirogimizni xamirini ham tayyorladim. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda yopiladi. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda yopiladi. Mana azizlarim, asta-sekinlik bilan mana ko'rib turganlaringizdek xamirimizni mana qaranglar azizlarim, mana ustkisi sal kattaroq, mana shunday taki bilan yopiladi azizlarim. Chunki pirogimizning go'shtlari
mana shu nachinkalari chiqib ketmaydi. Mana shunday mazali bo'ladi. Hech qag'i, hech narsa qilmay juda ham ajoyib pishib chiqadi. Mana ko'rib turganlaringizdek mana shunday tagidagini yopish kerak ustidagi xamirimiz mana. Mana shunday holatda bo'ladi. Mana demak, xamirimiz tayyor. Mana hammasi tayyor bo'ldi piroglarimiz. Ana endi azizlarim, ko'rib turganlaringizdek, demak, pichoq uchida teshib chiqamiz. Demak, havo kirib qolmasligi uchun mana endi bitta tuxumni sarig'ini mana aralashtirib, demak, surib chiqyapman. Mana ko'rib turganlaringizdek, demak, hamma joylariga tuxumning sarig'ini surib chiqdim. Ana endi vilka yordamida mana shunday shakl bersanglar ham bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringizdek, men ana shunday shakl berdim. Azizlarim, mana shunday shakl berasizlar. Sizning xohishingiz bu, qanday shakl berish. Ana endi men azizlarim bu yerda kunjut hamda sedanadan foydalanmoqchiman. Mana sedanalarni mana shunday qilib chiqdim. Kunjutni ham mana shunday naqshlar berib, mana shunday bezadim. Demak, duxovkamizga qo'yapmiz azizlarim. Mana pishib chiqdi. 180 gradusda 40-50 minutda pishib chiqdi azizlarim. Demak, pirogimiz tayyor. Yoqimli ishtaha deb qolaman hammalaringizga. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videoroliklarimizda uchrashguncha deb qolaman g'oyibona. Sog' salomat bo'lasizlar azizlarim.